Yaqinlari qaraylar, o mototsiklni ketayotganini nima motor derdi, elektromotor dermidi, u mayli. Bizda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga kelganmiz. Bir chekkadan kuzatinglar. Shundoq G'azalkent Qoramozorga kiraverishdi. Chakkan mahallasi Uglovoyga joylashgan 6 soti 3 ta xonasi bor. Gaz, svet, suvlari ishlab yonib turibdi. Pastlarda ham hozir pastda Shvetsariya bo'yotibdi. Toshkentning Shvetsariyasini ko'rsatamiz. Bir kuzatinglar, ko'ringlar. Glavnisi o'rtakash dallol makler aralashmagan to'g'ri egasidan kelishtirib ancha arzonga berib yuboraman. Xo'p, startiviy narxini qatyabi eting. O'shandan boshlab savdolashishadi desam, 67 ming kami bor. Savdolashsin. Qo'ynimga bo'sh, yumshoq, balkim yarim narxiga ham berib yuborarman, odam chiqsa deyaptilar. Mana hovlimiz. 6 soti, 3 xona, 2 talab sanuzel xona, отдельно oshxona, отдельно sanuzel xona bu yerda dush kabinkalari bilan birga. Kelish kerak, gaplash kerak. Archalarni ham ekib tashabdilar akamlar. Bog'larni ham bir ko'rsatib qo'ying, operator. Archalar katta-katta. 6 soti. Отдельно vodoprovod ham bor, quduq ham bor. Bu yerda oshxonasi, kiring, gazlar ham yonib turibdi, yaqinim. Operatorimiz. Kanalga srochno obuna bo'lib qo'yinglar, kam bo'lmaysizlar, gaz mana. Gaz bor, svet bor, hujjatlari joyida, qo'ni qo'shnilar zo'r. 2 talab sanuzel xona. Zo'r. Shundoq. G'azalkentdan 10 kilometr, Chakcha mahallasi. Anita nimanidir qurilish boshlab qo'yibdilar. Siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Balkim sizda ham shunaqa joylaringlar bordir. Baxtiyorbek O'zbegim uylari qani Bo'stonliq rayoniga kelarmikin deganlarga. Biz boraveramiz. Andijon bormi, Samarqand bormi, Surxondaryo bormi, Toshkent farqi yo'q. Sizni uy joyingizni sotish uchun biz hamisha tayyormiz. Bu yerda 3 ta xonasi bor. Kelish kerak, gaplash kerak. Toshkentda uy joy olaman deganlar uchun mana zo'r sharoitlar. Kelinglar, gaplashinglar. Yana ko'pchiliklarga uy qidirib yuribsizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, to'g'ri egasidan topib beramiz. Kiyib oling oyog'ini. Operator kelingchi, bu yerda banaqa naveslari, karavat bemalol agar odam qo'yib bundoq arendavat qilaman desanglar ham ancha puliga chiqib ketadi 1 yil 2 yilda. Katta yong'oq daraxtlari bor ekan. O'zbegim uylari xizmatinglarda, bu Bo'stonliq rayonida. Qoramozordan kirib kelasizlar. G'azalkentda shundoq Faiz kafening oldidan, Karzinkani oldidan kirganda. Pastda egasini nomeri. Mabodo sizda puli yo'q, uy joy yo'q. Uy joyli bo'lgingiz kelsa, kanalga obuna bo'lib qo'yib, tepadagi nomerlarga bir aloqaga chiqsangiz, maslahatlarni berib yuboramiz. O'zbegim uylari xizmatinglarda. Sog' bo'linglar. Qorlarni qaranglar, oppoqligini. Toshkentda qor yog'maydi deyishadi. Nega yog'maydi? Bir yog'sa yomon ham yog'adi. Obuna bo'lib qo'ydingizmi? Sog' bo'ling. Ketdik biz.